ishdan charchab keldingizda tez pishadigan, ham ko'rinishi chiroyli, ham mazasi shirin, ham birdek hammaga yoqadigan ovqat qilishingiz to'g'ri keldi. Birinchi bo'lib o'ylaymiz, kartoshka qo'raman. Kartoshkani ham har xil usulda qo'rishsak bo'ladi, lekin men hozir boshqacha usulda qo'raman. Ham tez pishadi, ham mazalari umuman boshqacha, ko'rinishi ham ajoyib bo'ladi. Uning uchun bizga kerak bo'ladi 200 gram go'sht, 2 dona piyoz, 5 dona katta kartoshka, ta'bga ko'ra tuz, kashnich, zira kerak bo'ladi va kartoshkamizni qo'rishimiz uchun yog' kerak bo'ladi. Endi hozir tez kartoshkalarni maydalab to'g'rab olib, bo'laklarga bo'lib, juda mayda qilmaymiz, bo'laklarga bo'lamiz. Go'shtimizni ham bo'laklarga bo'lamiz. Skarotkaga yog'imizni soldik. Yog'imiz qiziguncha kartoshkalarimizni tezgina bo'laklarga bo'lib tashlaymiz. Mana kartoshkamizni bo'laklarga bo'lib oldik. Bu yerda yog'imiz ham qizidi. Endi kartoshkalarimizni qizartirib olamiz. Kartoshkamiz yana mazali bo'lish uchun ustiga ozgina tuz sepib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana kartoshkamiz qizarguncha, endi o'sha qizarguncha go'shtimizni pare qilib to'g'rab olamiz, tezroq pishishi uchun. Mana go'shtlarning hammasini shunday pare qilib kesib olamiz. Mana bu yerda kartoshkalarimiz ham qizaryapti. Chiroyli bo'lib, tillarangda. Endi go'shtimizni olib qo'yib, piyozlarni to'raymiz. Mana kartoshkalarimizni tillarangga kirdi. Endi bularni olib, qolganlarini solib, yana qizartirib pishirib olamiz. Mana keyin kartoshkalarni soldik. Kartoshkamiz qizarguncha go'sht bilan ozgina tuz, kashnich solib, marinovka qilib qo'yamiz. Go'shtimiz yana ham mazali bo'lish uchun bitta choy qoshiqda soya solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana go'shtimizni marinovka qilib qo'ydik. Bu yerda kartoshkamizning ikkinchi tarafi qizarishni boshlayapti. Ungacha piyoz to'g'rab olamiz. Mana kartoshkalarimizning hammasi qizarib bo'ldi. Endi olamiz. Mana kartoshkamiz tayyor. Dimlashga. Yog'imizni yarim cho'mchcha qog'ozga olib solib qo'ydik. Endi bunga hozir go'sht solamiz. Mana go'sht soldik, qo'rishni boshladik. Yog'i yaxshilab qizarguncha qo'ramiz. Mana go'sht ranglari o'zgardi. Endi uni ustiga piyoz solamiz. Mana go'shtdan piyozdan soldik, endi qo'ramiz yaxshilab. Piyozni juda ham qizartgach kerak emas. Piyozni ozgina o'lgandan keyin o'lsa bo'ldi bizga. Ozgina hozir tuz sepamiz bunga yana. Bitta aylantirib o'chiramiz gaz. Mana go'shtlarimiz dimlashga tayyor. Endi gazimizni past qilib yoqib qo'yib, boya qozonimizga yarim cho'mich boyiga kartoshka qo'rgan yog'imizni olib qo'ygandik. O'shani soldik. Ustiga kartoshkalarni terib chiqdik. Endi buni ustiga ozgina kashnich bilan tuz sepamiz. Mana kashnich bilan tuzlarni sepib oldik. Endi buni ustidan boya qo'rgan go'shtimizni solamiz. Skarotkali yog'lari bilan shundaycha solamiz. Mana go'shtlarni ustidan soldik, kartoshkani ustidan. Endi buni ustidan tuz bilan kashnich ziralarni sepib olamiz. Mana kashnich ziralarni ham sepib oldik. Endi buni ustidan qolgan kartoshkamizni terib chiqamiz. Qolgan kartoshkani ham ustidan tuz bilan ozgina kashnichlar sepib oldim. Endi kir aylantirib, atrofidan yarim kosadan kamroq bir piyola to'la suv solamiz. Aylantirib qo'yib chiqamiz. Mana shunaqa kichkina piyolada bir piyola to'la suv solamiz. Suv soldik atrofidan. Endi yaxshilab bitta qaynatamiz. Qaynab chiqqaniga past qilib, yarim soat 40 minutga dimlab qo'yamiz. Mazali kartoshkamiz tayyor bo'ldi. Butunlay uyi hidi tutib ketdi. Bolalarim, turmush o'rtog'im ham nima ovqat qilding deb kelib so'rashni ham boshlashdi. Mana shunaqa tez va mazali ovqatimiz ziq quvvatlagan bo'ladi. Birpasda 1 soat ichida tayyor bo'ldi kartoshkamiz. Mana kartoshka go'shtlarini soldik ustiga, tarelkamizga. Endi buni ustiga o'zini podlivasidan chiroyli qilib qo'yamiz piyozlari bilan. Mana o'zini yonida podlivalari bor, chiqqan piyozlarning suvlari, o'zini yog'lari, mana piyozlarni solib, chiroyli qilib, yana ustiga chiroyli go'shtlarni qo'yamiz. Mana tez pishar kartoshkamizni ham tarelkaga soldik, shunaqa chiroyli qilib bezatib, yoniga shunaqa soklar bilan bersak, hech kim sizni 1 soat ichida shunaqa chiroyli ovqat qilganingizga ishonmaydi. Yoqimli ishtaha.